Kim ertalabda 100 marta la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir na aytsa kalima tavhidni, shu kunning kechi kirgunicha shu o'qigan duolari unga shaytondan himoya bo'ladi, panoh bo'ladi degan. Ayta olmaymizmi? 11 minut 12 minut vaqt ketadi. Mashinangizni qizdirib katta ko'chaga chiqishcha aytib bo'lasiz. Bu kalimani deyarli hammamiz yoddan bilamiz, ammo beparvomiz. Uydan chiqishda aytiladigan duolar bor, o'qiladigan. Uyqudan avval, keyin o'qiladigan duolar bor. Oyatul kursini o'qish bor. Umuman Alloh taoloning zikri shaytonni nari qiladi. Sababi shayton al-xonnas, ya'ni Alloh zikr qilinsa orqaga chekinadi. Alloh taolo o'zi kim ertalab